Sovuq havoda tomga chiqib ramyon yeyishni orzu qilardim. 2026-yilda shu orzuyimni amalga oshirdim. Va yangi yilga olgan yagona sovg'amni sizlarga bugun raspakovka chek qilib beraman. Bu yilgi birinchi raspakovkam bu tugun Baykamola kelin choponlari bo'ldi. O'zimizni o'zbekona urf-odatlarini eslatib turadigan bu choponning naqshlari va choklari har qanday insonni o'ziga jalb qiladi. Tugun Baykamola kelin choponlari har qanday go'zal opa-singillarimiz va kelinlarimizni malikalarga aylantirib qo'yadi. Choklari esa shunaqa idealni tikilgan, har qanday sovuq havoda issiqqina turasiz. Xuddi shu chopon tufayli men ham orzularimdan bittasiga bugun erishdim. Bu go'zal choponlarni Tugun Baykamola kelin profilidan xarid qilsangiz bo'ladi. Nafaqat O'zbekiston bo'ylab, balki-da butun davlatlarga pochta mavjud. Har qanday stildagi ajoyib choponlarni xuddi shu profilga kirib bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu choponni qanchalik issiqligini musofirdagi opa-singillarimiz yaxshi tushunsa kerak.